ko'p kerak emas menimcha. Tushib ketadi-da shunaqa. Oshqozoniga umuman tushmaydi, to'g'rimi? Yo'q, yo'q. Bugun biz Robi qiz bizlar oldiga keldik. Sharoitlari haqida tushuntiradigan bo'lsam, uylari oddiy. Adalari ishlamaydi. Sababi mana shu qiz kasal bo'lgandan keyin ish ko'ngilisi qaramadi o'rtoqlar. Onalari uy bekasi, 4 ta farzandlari bor, shundan shakar hammasi qiz bola. Alloh tomonidan berilgan sinov mana shu jajjigina qizalog'imiz uchun. Ko'rasiz, yegan ovqat oshqozoniga tushmaydi. Bitta narsani iltimos qilaman. Bugun zo'r joyga kirib ovqatlanmang, shirinlik yemang. Shirinlikka ketadigan pulingiz yarmini mana shu